Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli qarindoshlar, men qarindishimdan Abijala. Uzoq bo'ldi demiş erkin söhbət proqramımızı har xil sharoitimiz tufayli vaqtida ishlamay kelyapmiz. Bugun har birlari bilan o'rtoqlashadigan bir necha nuqta bor. Shu nuqtalarda bir o'rtoqlashsak degan umidda bu programmani ishlab o'tirdim. Yaqindan buyon yana shu 7 ayning oxiri shu zinnat kunninki ahvoli axborot vositalari orqali ijtimoiy uchur vositalarimiz bilan shu xalqimiz anglangandan keyin ko'plagan g'ulg'ulaga, ko'plagan talash tortishlarga, ko'plagan bir-birimizni norozilikqa, bir-birimizni xato shaklda ayblashga buningga mubtalo bo'lib qoldik. Bu hammamiz his qilgandek bu to'g'ri ish emas. Bir-birimizni besabab sababdan bir şekilde qarlash, haqorat qilish, tillash bu to'g'ri ish emas qarindoshlar. Masalani hal qilishning yo'li tillash bilan, haqoratlash bilan yoki buning sababi deb buning döngep qo'yish bilan masala hal bo'lmaydi. Masalani hal qilishimizning yo'li buni qanday shaklda bu biz ziyon bo'ldi bizga. Ziynatgul bolasi va uningdan boshqa qarindoshlarimiz yo'q. Bu ziyon nihoyat og'ir bo'ldi. Bu ziyonni endi bundan keyin yana bo'lmaslik uchun, ya'ni buning oldini olish uchun Turkiyada va shunga o'xshagan shaklda, har xil shaklda tutib turilayotgan bo'lsin, mayli advokat yo'q, mayli jinoyat aniq bo'lmagan bir shakldagi yoki bo'lmasa nadiligi izdirgi bo'lmayotgan qarindoshlarimizning izdirgini qanday qilamiz? İqameti va yoki shunga o'xshagan rasmiyatlar to'liq bo'lmagan qarindoshlarimizni qanday to'liqlaymiz? Bundan keyin shu mayli allaqachon ketish deb benim berilgan qarindoshlarimizningini qanday hal qilamiz degan masalalar ustida bir izlangan bo'lsak nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'zimizning fikrlarini yozma shaklda yo'llagan bo'ldik qarindoshlar. Hamda biz Turkiyada bo'lmaganligimiz uchun ba'zi ishlarni qo'l tutib qilishimiz sharoit shaklimizga uchrab qoldik ekanmiz. Shunaqa bo'lsa ham o'zimizning qo'ldan kelishicha qanchalik shaklda bir ish qila olamiz, shu yerdagi qarindoshlarimiz uchun qanchalik shaklda bir yordamimizni qila olamiz. Buning uchun izlanish hammamizning mas'uliyati va majburiyati deb qarayman. Bir masala chiqqandan keyin uningga qandaqdir ishtiklam hayajonimiz bilan voy aqchi voy ko'kchiyo ya deblam o'tirib chiqib saklab hayajonimiz bilan anandan keyin u ishni to'g'ri shaklda qilmay vala quloqida qo'sqimizdagi achchig'imiz bilan gapni divitiblam qarab o'tganimiz bilan ish hal bo'lmaydi. Ishni hal qilishning yo'lini, chorasini qilishimiz kerak. Hayajonimiz bilan chiqdik, namoyish qila oladigan qarindoshlarimiz chiqib namoyish qildik. O'zimizning fikrini yozma shaklda yo'llaydigan dernek va dernek boshliqlari va yoki munosabatlik ommaviy tashkilotlar bir shaklda davlatga yo'llagan bo'ldi. Bir shaklda davlatdan o'ziga yarasha bir shaklda bir javob kelgan bo'ldi. Endi bu javobning amallashishi, buning bu shaklda xizmatlarning o'ziga minishi yana nurg'un buningga vaqt ketadi. Nurg'un qarindoshlarimiz buningga oqidan minish kerak. Ya'ni bu ishni naga bo'ldi advokat tutish tegishli qarindoshlarimiz advokat tutish kerak. Masalani hal qilish tegishli o'rinlarga hal qilish kerak. Yozma yozadigan yerlarga yozma yozish kerak, doklad berish kerak. Qanchalik ahvolda qarindoshlarimizning borlig'ida bir qo'limizda yozma narsami yo'q. Bir doklad yo'q. Manchilik adamimiz turmada yoki anda yoki manda bo'ladi deydigan shakldagi statistika. Buni hammani tashkilotlarga otib qo'yish, tashkilotlardan ko'rish, tashkilotlarimiz bu to'g'ri ish emas. Tashkilotning o'ziga loyiq cheklik odam soni va o'ziga loyiq xizmat tartibi, xizmat yo'linishi bo'lishi. Ular o'zining shu hududdan chiqayotgan bo'lsa, shuningga biz u shakldagi o'zining xizmat doirasidan javobgarlik surish qilsak bo'ladi. Ammo o'zining doirasini ishib ketgan yoki kuchi yetmagan yoki bo'lmasa sharoiti bo'lmaydigan ishlarga nisbatan ulardan u deb andaq qilmang deb o'tirib chiqishning o'zi yoki ularga haqorat qilishning o'zi to'g'ri emas. Mayli har qanday shakldagi jamiyat, dernek va shu shaklda ishni qilayotgan xizmatni
becerivatgan şu qarindoshlarımızdan shaxsiyatiga hujum qilish to'g'ri ish emas qarindoshlar. Bu hech qanday shaklda odimiylik bo'lsin, axloqlik bo'lsin, islom shariatimizga hech qaysi to'g'ri kelmaydi. Onun uchun biz bu yerda bir şekilde hattoki shundoq til aholininki ko'payib ketishi yoki uni ko'paytib tarqitishni o'zi bu to'g'ri ish emas. Ba'zi mavhum insonlar uning ishi shu. Shuna naslini pishni bosani tarqitish. Ammo mavhum emas, kalisi joyida aqloshi ma'u tafakkur qilish nimasiga to'shqan insonning undan qilishi albatta to'g'ri emas. Achchig'imizda, o hayojonimizda oq-ko'kcha yoki bo'lmasa bir odamga bunday bir ko'z qarashimiz yoki bo'lmasa yaxshi ko'rmasligimiz yoki bo'lmasa uning shaklini yoki uning ish qilishini yoki bo'lmasa bir şekilde bizning gapimizni anglab qo'ymaganda bilan uningga adovat tutib qolsam vaqtida toza yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu biz hozirgi yomon jiddiy, yomon bir ig'ir bir vaziyatning, ig'ir bir musibatdan o'tib turayotgan vaqtida hammamizning kallasi charchoqliq, nervsi charchoqliq, nayti besim taraf-tarafdan kelib ketaylik. Shunday bo'lsa, yana o'zimizni bir undaq bir tanishib bilib, har xil ochchig'imizda, jiddiylik vaqtimizda qaror yoki programma ishlashdan yiroq tursak. Men shu kungacha so'zib etdim. Birisi uchur manbarim to'liq bo'lsin dedim. Yana birisi ishlik qalimizni kelgan vaqtida voy deb shu masalani tutib qilib so'zlab qo'ysak, vaqtida nurg'un qarindoshlarimizning yoki bo'lmasa xato tushuncha, xato fikr qatnashtirib qo'ysak vaqtida yaxshi bo'lmaydi degan asosda buni kechiktirishga, lekin nurg'un shaklda har tarafdan bir narsani izlanishga vaqtimizni ajratdik qarindoshlar. Shuning uchun demakchi o'g'limiz achchig'imiz kelgan vaqtida yoki jiddiy ha deb hozir javoblab ketmaylik. Bir narsani tekshirli, tadqiq qilli, unda bir oldi keyinni o'lchab to'xtatdi, manda bo'ldi, anda bo'ldi deb. Endi Zinatgul qarindishimizning nereden kelishi, qanday kelishi, bir şekilde şu Türkiye'ye seyhanib o'zining yo'lini ketgan yerining xato bo'lganligini, qanday shaklda bo'lib bir chiqqini bu biz qarshi olishga tegishli, qo'llashga tegishli, qo'g'dashga tegishli bir ishimiz endi. Mayli $1900 bilan shu yo'lni qachaq yo'lni hal qilib, shu ayol jinda 3-4 ayol bilan birlashib shu yo'ldan kelishi bu nayti kembay yana turayotgan, kelishni xohlamay turayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor qarindoshlar. Ammo kelishni xohlab, men bu sherdagi tuqqanlarim bilan ham ishada birlashib qilay. Bu yerdagi mangan yo'lim yoki bo'lmasa aning o'rlashtirish bilan yoki bo'lmasa aning itoati bilan qildim bu ishni. Hamda bu yerda şey bo'lib o'zining maqsadiga yetdi. Endi men shunday bo'lsam chiqib, men bu yerda bir bolalarimni bir şekilde o'rtoqlarim bilan yanada bir tuzuk bir tarbiyalay yoki bo'lmasa bir şekilde aşağı bilan birga yashay o'rtoqlarim bilan deb qaytib chiqqan qarindishimizningki ularni bag'rimizga besishni, ularning xizmatini qilishni, ularni uchun yaxshi shaklda bir o'rlashtirishga buning tirishchanlik ko'rsatsak bo'ldi. Bir odamning xatolik bo'lmaydi emas, xatolik bo'ladi, ammo xatoligini tuzatish pozitsiyasiga qarash bek muhimchi. Uning pozitsiyasida madem bizim deb qolamga deb tuzatamda yoki bo'lmasa chin qalbidan to'xtab turar, men yo'lim xato ekan. Men xato besib qoldim bu qadamni. Men bir to'g'rilay bu qadamni deb basamdi. Buningni ora olsak, yaxshi to'g'ri baho bergan bo'lamiz hamda ularga yaxshi shaklda yordam qila olamiz deb o'ylayman. Buning uchun qarindoshlar, mayli shu Zinatgulga o'xshagan qarindoshlarimiz Turkiyaga chiqqan ekan, o qarindoshlarimizni asrab qilish, qo'g'dab qilish hammamizning majburiyati. Endi bu yerda mayli Turkiya hukumatining qaysi shaklda bir şekilde buni xato shaklda yo'llab etdimi yoki bo'lmasa bilib yo'llab etdimi yoki bo'lmasa Tojikiston istixboroti, Turkiya istixboroti, Xitoy istixborotining anglashmasi bormi, bir qilayotgan bir xizmatlari bormi, buni biz bilmaymiz, bu qorong'u. Lekin biladigan narsamiz aniq, bir narsa aniq. Xitoy tajovuzchilarining bir şekilde bu ishlarni yo'llantirayotganligi, buning rejissorlik qilayotganligi, bunicho mayli u yerdagi ma'murni aldab ketish olsun, mayli saqchi idoralarini aldab ketish olsun, mayli istixborotning bir qism odamlarini aldab pul bilan mahliya qilish olsun. Xitoy bu qilib kelayotgan bir
xizmatlarının birisi qarindoshlar. Shuning uchun biz qanday olmasin bu yerdagi tashkilotlarimiz, bu yerdagi davlatlarimiz o'ziga loyiq bir şekilde bununla qarshi, bununla netkul ahvoli qarta bir tadbir, bir bununla javobgarligini surish qilgan ishlarni qilib buning javobini berishi mumkin. Ikki qitim bayonot beribdi, xo'sh bo'ldik. Qanday olmasin biz Turkiyaning bevosita Xitoyga berib etmaydiganligi ishimiz. Chunki Turkiyaning ministrlar derajalik bir şekilde bir aniq bir nimasi bor. Qonuni bor. Ya'ni Türk milletlerini ikkinchi qaytiradigan davlatda zulm bo'layotgan bo'lsa, shu insonga zulm etadigan shu bo'lib qolsa, u davlatga qaytilmaslik. Bular Sharq Turkistondagi zulmni Turkiya xalqi, Turkiya hukumati bilgachga Xitoyga aniq qaytarmaydiganligi bu o'tirdi. Endi bu yerda bir kelishmaslik bo'lib yoki bir shaklda yoki abayonqa degandek bir sabablar tufaylidan bir anlaşmay bir yo'shirin shaklda Tojikistonga berib etib, malol qilib. U yerdan bunday shaklda ekib qolgan bo'lsa, uni tekshirishga, ya'ni buning uchun aldirab yakun chiqarib, aldirab bilan pichoqni kesib etib, deb Turkiya, aqchi Turkiya ko'pchi demay. Turkiyadagi bir necha odam, masalan, Uyg'urning ichidan bir ikki o'g'ri, bir ikki pashivoz, bir ikki haroqga chiqqan, butun Uyg'urni aqchi ko'kchi, hamma Uyg'ur andaqchi mandaqchi desak, to'g'ri bo'lmaganga o'xshash. Turkiya xalqining ichidanmi, Turkiya hukumati ichidanmi bir ikki nafar prezident ministrniki mandaq bir ketgan maymoq gipi yoki bo'lmasa biz tarafimizni qo'llamay o'zining davlat manfaatini qo'llab qo'ygan bayonotlar tilab uni pish qo'llaqlam yo'q Turkiya aqchi ko'kchi yo'q ish ko'rgan dumboqchi deb uni mandalam yo'q qilib etsak bo'lmaydi. Turkiya xalqi bilan bizning Sharq Turkiston xalqi qandosh, dindosh va shaklda bir mehr muhabbatini bir-birisi bilan izhor qilishib kelayotgan bir millat. Biz her jihatdan qandoshligimiz bor. Mayli biz ularning tag'isining o'g'li olayli, ularning tag'isining o'g'li olayli biz. Qanday bo'lsa biz tuqqanning balları. Unda bo'lgan ekan bir shaklda bu yerda bo'lmaydi. Men har doim hozirgacha Facebook va ijtimoiy vositalarda mayli Turkiyaning prezidentlari bo'lsin, Turkiya hukumati bo'lsin, bir shaklda yozma yozgan, bir shaklda gap qilgan, bir shaklda uni qilgan buni qilgan qarindoshlarga boshdan tortib deb kelayotgan gapim shu. Biz masalani bir prezidentini bir devletning 52% ovozga erishgan prezidenti tillash bilan bir xalqini unda kupurlik qilish bilan unda qilishdan bunday masala hal bo'lmaydi. Masalani hal qilishning yo'llari bor. Hal qilishning yo'llarini tepib, mayli o'qitish partiyalar bo'lsin, yo boshqa partiyalar bo'lsin, boshqa ommaviy tashkilotlarning qo'li og'iz orqali bo'lmaydi. Parlamentga kirib, bu masalamizni hal qilishning yo'li bu. Qandaqdir, deb uning prezidentini boshqalarga o'xshashlam tilsak vaqtida to'g'ri bo'lmaydi. Bu har qanday shaklda to'g'ri yeri yo'q bir ish deb qarayman. Bir odamni tillab, mayli uning prezidenti, mayli uning bosh ministri, mayli uning bir davlat rahbari, mayli ma'muri bo'lsin, uni bir tillab turib ishimizni hal qilib olmaydi. Hal qilishning yo'li qonun jihat uni ketkizib qo'ygan yerini shu davlatning qonuniga tushirib turib, shu davlatning partiyaning yoki bo'lmasa boshqa o'tish partiyalarining kun tartibiga ekib turib, masalani o'rtaga chiqib hal qilamiz. Abdurahmon Uzun degan qarindishimiznikini men deb bo'lgandan keyin biz to'g'riliq bir gap qilib, anandan keyin uning videosi 15-20 ming, hatto 30-40-50 ming qitim ko'rildi qarindoshlar. Shuning kedimi, shu Abdurahmon Uzunning uyga ketganimi, qanday deganda, sizlar xalqning ovozi bilan bir shaklda masalani kun tartibga ekilib turib hal qilinglar degan narsani yig'inchoqlab dey, shuni uyga ketdi. Shunga o'xshagan shaklda biz shu davlatning qonuni bilan, shu davlatning xalqi bilan, shu davlatning ba'zi bir sharoitlar bilan masalamizni hal qilishimiz kerak. Qandaqdir bu o'zimizning o'ylab olgan hissiyoti bilan, o'zimizning qarori bilan, o'zimizga uslub bilan hal qilolmaymiz uni. Hal qilishning yo'li bu qarindoshlar. Hal qilishning yo'li shu davlatning qonun tuzum va shu davlatning sharoitiga moslanib hal qilishimiz bu bek muhim. Ondan keyin 2 kundan keyin bu nurg'un qarindoshlarimizninki, ya'ni iqomatini to'liqlab bijirib berish, hal qilib berish uqtirishlar chiqdi, tizimlash o'rinlari chiqdi, bir shaklda xizmatlar qanot yaydi, davomlashdi. Buni xush bo'ldik. Hamdiki oldimizda Turkiya hukumati bütün chet elliklarningki, do'konlarningki ish ruxsati bo'lmaganligini taqaydigan va tijorat nimalari to'liq bo'lmagan ishlarnikini bir turkum başını tartib solib atadi.
Bunun Araplar başlayıp bizning Uyg'urlarning masayini safakud olsun, mayli zeytun burunlik olsun, qarindoshlarımizga ba'zi bir uqtirishga kelyapti. Yani buning oldini qanday olamiz? Bu ziyonning do'konlar taqilib qolsa, necha bir 10 odam ishlayotgan, 5-6 odam ishlayotgan yoki bo'lmasa bir uyda 6-7 jon odam shu do'konning kirimi bilan qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Bu kirim manbasini itilib qolmaslik uchun bir şekilde bunun yolunu hazırdan başlap qilishimiz kerak. Ba'zi qarindoshlarımizga 8 yilning oxirigacha muhlat berilganligini angladimiz. Onun için biz hazırdan başlap bir şekilde bunun tayyorligini izchil turda bir qilsak nayt yaxshi. Bir xizmatni qilish uchun qarindoshlar, bir komissiyon guruhi qurish, bir hay'atlar guruhi qurish, bu mayli fidoyilarni tashkillansin, mayli tashkilotlar tashkillansin, bu bir narsa tashkillanish kerak. Tashkilda bunun xizmat doirasi belgilanish kerak. Andan keyin bunun ketadigan mush odamning 6-7 odam yoki 2-3 odam ishlasa, 2-3 odamning maaşı bekitilishi kerak. Andan keyin xizmat nimasini nazorat qilib turadigan yana bir ustida bir komitet, oqsoqollar guruhi bo'lishi kerak komiteti. Bu nima ish qilyapti-da, nima qildi, pulni qanchalik xarjladi, qanday oldi deganni nazorat qilib turish kerak. Bu har yerda bu prinsip bo'lmasa, bu ish sistemlik shaklda mangmaydi. Sistemlik shaklda mangmagan ishdan natija bo'lmaydi qarindoshlar. Biz bu sistemni barpo qilolmayapmiz, hamcho bu sistemli shaklda harakat qilolmayapmiz. Shu ishlarimiz mezini bas tez-tezini bas bezi chiqib, ishlarimiz qamlashmayotgan yerning asosiy manbasi bu sistemni barpo qilolmayapmiz. Tükki. Sebebi şu qarindoshlar. Shunga har qanday yerda ishlashda bir sistema bilan shu shaklda harakat qilib borsak, ishlarimiz tartibli, ratibli mangdi. Bizda nima ixtisosli odamlar bormi? Bor. Ixtisot bormi? Bor. Ammo bir yerga keltirish yo'q-ku buni. Ash qila oladigan odam bilan ixtisot xijlab mana tanib mana qila oladigan kuch yo'q bizda. Mana yadroliq kuch yo'q. Bor, pul Uyg'urlarda pul yo'qmi? Bor. 100 Uyg'urdan ayda $100 qilsak 10,000 dollar tushadi qarindoshlar. Ayda $100 bera olsak, 100 Uyg'ur 10,000 dollar imzalaydi. 10,000 dollarga qarindoshlar 3 odamning maoshini berib, kir tashab berib, bilan ishlatib bilan ish qilindi qarindoshlar. Ammo bu top hisobotni yomon qila olamiz emas. Men yomon ish qila olmayman. Voy, bilan hisoblayman. Pulning hisobotini. Ammo ishning hisobotiga kelganda shu pulni bir yerga ekilish, shu 100 odamni bir yerga kirib, yanchiqni 100 coin, $100 chiqarish, anan keyin shuni bir yerga yig'lab, shuni bir shaklda izchil turda ishlatish sistemi yo'q bizda. Sistemi. Degan og'zimizda hisobot deganda, oy, 5 pounddan 5 million, 5 million dollardan bersak, u 7 million yig'ib deganmiz, 25 million yig'ib deganmiz deb itaverdik bu deganni. O'tgan yildan tortib. Ammo amaliyotda o'ttirdi bir şey yo'q. O fondidan necha birini qurib etdik og'zimizda, ammo o'ttirdi bir fondi yo'q. Shuna o'xshagan shaklda qarindoshlar. Hamda mush oldimizdagi masalani qanday hal qilamiz? Zinnatgulning voqeasining qayta sodir bo'lmasligi uchun hozir boshlab biz nima qilamiz? Xitoy tajovuzlari Turkiyada nadan naga kelyapti-do? Hozir naga keldi? Mablag' silish nimasini keldi? Ashxonachimiz deyapti-do, uni qilamiz, buni qilamiz, sharoitni yaxshilab turyapmiz, aqliy deyapti-do. Bizning Turkiyadagi yashash muhitimiz qanchalik kichiklab ketib bordi-do? Buni qonun shakli orqali qanday qo'g'dab qola olamiz? O'zimizninkini qo'g'dash uchun o'zimiz otlanishimiz kerak qarindoshlar. Bir qandaqdir tashkilotlardan, dernaklardan qaqshab qo'yish bilan, yo undan bunini qaqshab qo'yish bilan bu ishimiz hal bo'lmaydi. Yuqori deganga o'xshash ishimizni hal qilishni hammamiz o'zimiz men nima ish qila olayman? Men o'zimning haq-huquqini qanday qo'g'dab qola olayman? Men qo'g'dab qilishni o qechib bilan qutulg'ili bo'lmaydi. Qozonning quliqda nima yazsak shu yerda yashash uchun bir nima qilishimiz kerak? Shu yerning qonuniga bo'ysunib ishlashimiz kerak, til o'rganishimiz kerak, shu yerning qonunini bilishimiz kerak. Shu har yer qozonning quliqda degan gap, shu bag'ayringizda ishlaysiz, bag'ayringizda o'qiysiz, bag'ayingizda hayot kechirasiz degan gap, qozonning quliqda degan gap. Shuning uchun bu shunday qilish uchun biz ashadagi haq-huquqimizni, masalan, mening Shvetsiyada haq-huquqim uchursa, ziyon uchursa men buni qanday qo'g'dayman? Men nega murojaat qilaman? Qanday shaklda qilib qolaman? degan narsani men bilishim kerak. Turkiyadami shu? Men Turkiyada qilsam qanday qilaman? Bu iqtisodimni qanday qilaman? Qanday qonunli yashayman? Qanday shaklda ba'zi ko'z yumdigan yerdan ko'z yumdirgan shaklda yashayman, ko'z yummaydigan yerdan qanday o'zimni bu shaklda yashash manaman. Kun o'tsa bo'ldi, bir kun o'tsa hisob bo'ladi desak, vaqtida bir kuni ishimiz hamma narsa qilib kelib qolsa, chatoq chiqadigan ishlar bo'lib qoldi ekan qarindoshlar. Shuning uchun deydiganimiz bir şekilde herimiz işimizni retlik, tertiplik bir şekilde özümüzün hak hukukunu qayerdagi muxbirlarni qanday
aldığımız kez qanday deymiz, nima deymiz, ulug'a nima gapni deymiz, nima gapni demaymiz, qanday şekilde ifodalaymiz bir şekilde bugungi kunga kelgan mushu Sharq Turkistondagi vaziyatning bugungi kunga yaxshi bir şekilde kirib, mana 2 yilning oldida Xitoy tajovuzlari nima deganda biz nimalam, ya'ni terbiyeleş merkezi yok degandan keyin qanday bo'ldi? Terbiyeleş merkezi var. Biz bunda kesipçi ideyasini terbiyeliyatimiz dedi, keyin kesip terbiyeliyatimiz dedi. Hozir bugungi kun kelganda Shuhrat Zokir yag'an 90% odamni qo'yib berdik. Nima tutib olganding sen? Tutib olmagandik degan tongo. Hem bugungi kelgan 90% odamni nima qo'yib etding? Desem mat bo'ladi. Nədəki adamni qo'yib etdingiz mat bo'ladi. 2-3 milyon onun artıq adamın işkiri ölgür götkep bolsa, o adamlar qani onun izlariga desek mat olur. Hem şu yerga işkiri götkep ketkenlerning qarindoshlarimiz bolsa, şunu xabar topqal bolsa, o'tirib chiqinglar dedik. Men Facebook'umda uçur yollawatyman. Anan lekin bu yerda qo'yib bermaganlar o'zimizning ijtimoiy uçur vositalarida mening qutuqlarimni qo'yib bermadi deb, ya'ni Daily Aguyning yolg'onchiligini. Xitoyning qaranglar, bugungi voy 57 davlat yetib ketdi. Voy Xitoyga ovoz berganlar Falastinga ovoz berib ketibdi. Voy andalar mandalar qaqshawatsizlar. Xitoy nima uchun shu Falastinni qoyil qilib oldi? Nima uchun 50 ko'pchi davlatni qanday qoyil qildi? Bu deganga nima kallanni? Buning aparmaysizlar, buning izlanmaysizlar. Muşu biz dedik muşu ictimai uçur vasıtaları bizning qurolimiz ekan, bu qurolni betlab qandaq şekilde assak, yo'g'on o'xshasak bo'ldi ekan, kichik o'xshasak bo'ldi ekan, qanday assak bo'ldi ekan. Atlayma Xitoyga. Bir kun Xitoyni pash qildigan, har xil turdagi Xitoyni rasvo qilgan xabarlar o'zi atlay, ham bekirlayli, qayta nima qildi? Mushuning qandaq şekildagi o'zi bir narsani qilayli desek, buning ovoz qo'shadigan odamning soni texe 100 ga bormasa qarindoshlar. Muşu qurallarımız arqali şu şekilde Xitoyni ishg'olot doini tunigan shu o'zining Xitoyning davlat bayrog'ini qilib turib, shu inglizcha, arabcha shu davlatliga mana Sharq Turkiston Uyg'urlarning avvali ma Uyg'urmayani portlatim deb qo'llanilgan, ma Uyg'urman da'vogan, manda qilgan degan shu yolg'on yavdaq tashviqotini, yolg'on narsani tarqatyapti. Bizning qo'limizda haq narsa turib, bu haq narsani taqatmay 2 kun taqatsak zerikib qoldik ekanmiz. Zirib qilib, voy biz qildik, voy namoyishni ish kutim qildik ekanmiz, voy bo'ldi biz namoyishni qo'ldan nima keldi deb vaqirib qo'ydik ekanmiz. Bir ishni qildik ekanmiz, qilmay turib, natijasi chiqmay turiblam, yoki biz izchillashtirmaylam qilib, voy mani qilsak bo'lmadi, oq bo'lmadi, ko'k bo'lmadi deb qo'limizni ko'tarib oldik ekanmiz. Unda qilsak, shu bo'lmaydi qarindoshlar. Bu izchillik ketadigan, kunda nechirat qiladigan, nechirat vaqtimiz bo'lsa, vaqtimizni bekor telefonda boshqa emas pishminni ko'rib, emas narsalarni anglab, emas narsaga vaqtimizni sarf qildik ekanmiz. Shuni bunda bir paylaşıp, ortaqlashib bunda yollaydigan Xitoyning apti bejirini ochadigan narsaga nisbatan cho, nayt sus qaraydi ekanmiz. Ani keyin Xitoy anda qilib kelsa, mani qilib ketdi, 50 davlat agishib. 50 davlatni oldida Xitoy pul bilan oldida, gap bilan oldida, yolg'on yavdaq bizning ustimizdan yolg'on tuhmatlar bilan oldida. Bu tuhmatlarni yeshidiganga, buni cho, buning guvohlik beradigan shu siz bilan bizdek odam o'tirib chiqish kerak. 50 davlatlar voy nima qilibdi Falastin o sening uchun duo qilgandik sen bilgan mani o'tib ketib ketsak uning pishti davermaydi undan qili davermaydi mana cho'pchuguylar o'zingni ishini o'zing hal qilolmasang biz hal qilib beramdiq bizmi o'zimizning vatani uchun badal to'layapmiz qon beryapmiz sen nima berishding aqasang dedi. Hong Kong degan Xitoylar 2 oy olay dedim shtatda o'lgidek namoyish qilyapti. Ashli gaz bombasiga qo'ltekligi har tayoqliga Xitoyning ta'taylari yavadi da tayoqni. Yeb turib kuniga chiqadi. Biz bu tayoqni yemedik, mana Facebookdagi ijtimoiy uçur vositalarida manda narsani avatili qarindoshlar. Menga nisbatan Xitoyning evini ochilasiz. O'zimizning tuqqanlarini 3 kun avat etganmiz, 3 kun to'xtab qoldik. Yo'q. Qani avat yeramdi. Nim paysi oldu ne? Qildim xudoyim. Mushu tashviqotda kuniga avat yegachga biz shuni yo'llab egachga ani keyin muxbirlarni keyin izlab kelib bizni hammamizni izlab kelib keyin u narsani yezib axborotga antivagatga ana keyindiki masalalarimiz kun tartib kelib Xitoyga besim bo'ldi Allohning izni bilan. Xitoyga besim bo'lib ana keyin bugungidek kunda Shuhrat Zokirli yolg'on so'zlashga majbur bo'ladi. Ana keyin Turkiyaning bosi bo'ldi yo nədiki lagerimizni ko'rsmayli deb hozir hammani jo'ndab bo'lib, hammani artist qilib bo'lib andan keyin ayolni akiryapti. Qanday olmasin, bugünkide yolg'onchilik majburlagan kim o? Allohning izidan shu siz bilan bizdek mush qarindoshlarimiz o'tirib chiqib, "Ey, mening tuqqanim qani? Ey, mening bolalarim qani?" deb vaqirg'achqa
Endi uni qo'yib bersam bo'shab qoladiganға, uni qo'yib bersam uning hisobotini olmamdiq. Ular necha kilo urug'lab ketibdi, yo'qlab ba'zilari kasallab, ba'zilari shehidlab ketibdi. Uning uchini olmamdiq qarindoshlar. Biz uning hisobotini qilmamdiq. Mushunda qurolimiz o'q chiqarmay, qinni oqizmay, jinni oldigan mushundaq tashviqot qurolimiz bo'lsa, YouTube bo'lsa, Facebook bo'lsa, Twitter bo'lsa, WhatsApp bo'lsa, Instagram bo'lsa, mushundaq quroldan foydalanmay bu telfonning ichiga boshqa bijmini, xalqning sayohatini, yegan ishkini bizni selaverib jusak vaqtida biz qanday nima ish qilgan bo'lamiz vaqtida? Vaqtimizni behuda isrof qilgan bo'lmaymi? Alloh bizni shu vaqtimizni hisob olmamdi qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlar, biz mushu o'zimizning unumli quroli bo'lgan tashviqot qurolidan unumli foydalanishni bilaylik. Uni qanday shaklda dushman qarab etishni bilaylik. Nimani etishni bilaylik qarindoshlar. Nimani etishni bilaylik. Shuning uchun bu shakldagi narsalarda biz buni qanday shaklda to'g'ri shaklda qo'llanish, qanday shaklda Xitoyga qarshi zarba berish, qanday mana buning asli sababi nima? Kelish sababi nima? Bu bo'layotgan ishning sababi nima? Xitoy qanday o'yin o'ynayotdi? Buni qanday qilib ma'noda tafakkur qilsam, nihoyat yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Birlashaylik degan gap yomon jiqolayotdi. Birlashaylik degan gap og'zimizdan chiqib deb qo'ysa bo'lmas. Ma kallada birlashaylik qarindoshlar. Ma kallada ideologiya jihatda birlashaylik. Ma ideologiyamiz hammamizning o'xshash shaklda tafakkur qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligi, shu yulduzli ko'k bayrog'imizni shu Sharq Turkistonga taqishimiz, shu turmalarni parchaqlab tashlash, shu qarindoshlarimizni qutuldirib chiqish shaklda birlik kelganda, anandan keyin biz avtomatik shaklda hamkorlik ish qilib ketalaymiz. Bu og'zimizni bilishaylik, voy o'lmanlarqini, voy tashlatlarqini deb bilishib qolmaydilar. Ma xalq bo'lgan siz bilan biz ma ideya jihatda birlashib, bir shaklda qadamni birlab dunyoning narida ulayli, hammamiz o'zimizning imkoniyatiga yarasha Xitoyga qarshi harakat qila olgan taqdirda kelganda birlashamiz. Qandaqdir og'zimiz quruq gap bilan, og'zimiz quruq vaqirash bilan, kuniga ochig'imiz kelib qolsa, ekran chiqib, "Voy" deb to'lab qo'yish bilan hal bo'lmaydi bu ishlar. Bu amaliy qadam olgan bilan, amaliy o'tirib chiqib so'zlagan bilan, amaliy so'zlaganimizni amaliy real holatda qila olganda anandan keyin bu natija hosil bo'ldi, birlashish hosil bo'ldi, harakat hosil bo'ldi. Anandan keyin bir yerga yig'ila olamiz, bir yerga bora olamiz. "O, minglar, juringlar" deb qo'ygan bilan ishimiz hal bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bir shaklda o'zimizning qaysi ishlarni qilyapmiz, qaysini qilolmadik, qaysi to'g'ri bo'ladi, qaysi xato bo'ladi, buni tekshirib turishimiz, o'tgan kunimizni yakunlab turishimiz bu bek muhim qarindoshlar. So'zlab qo'yish bilan, vaqirab qo'yish bilan, ochiqlab qo'yish bilan hammamiz ustidan mushlagan bilan ishimiz bo'lmaydi. Shuning uchun bularni Turkiyadagi qarindoshlarimiz, jamoatimiz biroz jiq, biroz sizlarning oltinglar, ya'ni mayli pasportsiz bo'lsin, mayli shu yerga vatandoshsizlik, ishlash ruxsati yo'qlik, ishsizlik, har xil shakldagi narsalar qatma-qat ishlamay. Shuning uchun har biringning texmi bir shaklda mushu o'zingni qutuldirish uchun avval harakatlanishinglarni, o'zingni qanday qutuldirmayman, qanday shaklda harakat qilishim kerak deb iznishinglar bu eng muhimi o'zimizdan chiqish kerak narsa. Chiqib andan keyin mana qildim, mana shaklda yordam qilgan qarindoshlarimiz bormi? Mana shaklda yo'l ko'rsatgan qarindoshlarimiz bormi? Desangiz, dunyoning har yeridan nihoyat oq ko'ngil, nihoyat qalbi shu vatan xalq uchun so'qiyotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Shular har xil shaklda qo'ldan imkoniyati kelgancha yordam berdi va qo'ldan kelgan hech nimani aymaydi inshaalloh. Shuning uchun men vaqt munosabati bilan shunchalik gap qilay qarindoshlar, yana 30 minutlar ketib qolibdi. Aybga bo'lmanglar. Gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar qarindoshlarim. Xato yerlar kelib qolsin. Inshaalloh hammamizni Alloh to'g'ri yo'lda mushu Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun, buning uchun bedel to'lashcha rostchilardan juma, rostchilarning og'zida amniyati rost bo'ladigan ladin qilsin. Qadimi sabit, iymoni mukammal, iymon kamalini bog'lab chiqadiganlardan qilsin inshaalloh. Qarindoshlar, hammangizni janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.